Qaranglar, iPhone'da kamerasida ko'pchilik bilmaydigan bitta fishkasi bor, juda ham ko'pchiligiga foydali. Mana 5x da turibmiz, 5x ga qo'ydim. Videoni bosaman 05 ga qaytmaydi, 05x ga qayta olmaymiz, ko'ryapsiz. Lekin mana bu rejimini o'chirib qo'yadigan bo'lsak, ya'ni fiksatsiya rejimini o'chirib qo'yadigan bo'lsak, endi 5x da videoni boshlab turib 05x da qaytsak bo'ladi. Ko'ryapsizmi? Qayta olyapmiz. Xohlasa 2x da boshlaymiz, 05x ga ham qayta olamiz, xohlasa yana 5x optik zoomga qo'ya olamiz. Bu faqatgina iPhone 15, 16, 17 modellarda mana shu rejimini o'chirib qo'ying. Ya'ni siz qayerda desangiz bu rejim kameraga kirganingizda, zaps videoga kirganingizda oxiriga tushsangiz, mana fiksatsiya rejimini o'chirib qo'yasiz. iPhone 13, 14, 12 modellarda siz faqatgina videoni HD formatga o'tkazasiz, ya'ni Full HD formatga o'tkazasiz. O'shandan keyin 3x dan 05x ga, 1x dan 05x ga o'ta olasiz. Bu hammada o'xshaydi, faqatgina 13, 14, 12 modellarda HD formatga qo'yib o'tkazasiz. 15, 16, 17 modellarda 4K formatda mana shu fiksatsiya rejimini o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib qo'ying, mana shu videoni iPhonecha do'stlariga jo'natib qo'yinglar.